Demak, barchaga assalomu alaykum. E'tibor markazingiz bir qadam oldinda. Ancha bo'ldi sizlar bilan kamera orqali diydor ko'rishmadik va bugun sizlar bilan yangi ma'lumotlarni, yangi faktlarni, yangi nazariy bilimlarni birgalikda bo'lishamiz. Undan oldin bir qadam oldinda kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu yerda YouTube haqida qiziqarli ma'lumotlarni, darsliklarni tekinga qo'lga kiritishingiz mumkin. Undan tashqari mana bir qadam Pro Telegram kanalimiz turibdi shu yerda. O'tsalaringiz bu yerda ham tekin darsliklardan bemalol marhamat, bahramand bo'lsangiz bo'ladi. To imkon qadar videoni cho'zmasdan qisqa, lo'nda, aniq faktlar bilan sizlarni xursand qilaman degan umiddaman. Mavzuyimiz bizda 4 ta yo'nalishga bo'lingan bugungi mavzuyimiz. Asosiy mavzu AdSense muammosi. AdSense sotish, AdSense sotib olish. Hozir juda ko'pchilik insofsizlik qilib AdSense'larni sotmoqda va juda ko'pchilik aldanib AdSense'larni sotib olmoqda. Va zararlangan AdSense'ni nima qilish haqida bo'ladi va oxirida AdSense ochishdagi muammolarni sizlar bilan birgalikda baham ko'ramiz. Xo'p, AdSense nima degan? Yangi kelganlarga marhamat kirsalaringiz bo'ladi. Bu yerda AdSense haqida mana bu videoda ma'lumot berib o'tganman to'liq va mana shu yerda bemalol AdSense ya'ni AdSense haqida mana AdSense kod nega kerak, AdSense haqida barcha ma'lumotlarni berib o'tganman. Ya'ni AdSense nima uchun, nima o'zi degan yangi kelgan YouTuberlar uchun mana ma'lumotni berib qo'yganman. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi mavzuyimiz AdSense sotish. Siz AdSense sotmoqchi bo'lsangiz, nimalarga e'tibor berishingiz kerak va nimaning bahridan o'tishingiz kerak? Xo'p, AdSense sotmoqchi bo'lsangiz, iltimos qilib qolar edim, toza AdSense soting va o'sha kanalga biriktirilgan AdSense'ni soting imkoni bo'lsa. Yoki toza ochilgan AdSense'ni soting. Nimaga bunday deyapman? Hozir mana bu ikkinchi bo'limga o'tgandan keyin siz bu narsalarni bilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, AdSense sotmoqchi bo'lsangiz nimalarga tayyor turishingiz kerak? Misol tariqasida siz AdSense'ga kirganingizda barcha ma'lumotlaringiz, sizni pasportingiz va barcha ma'lumotlaringiz mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu Muhammadev Rizvon nomiga ochilgan bu bizning sherigimiz nomiga. Men agar bu AdSense'ni sotmoqchi bo'lsam, to'liq mana shuni men pasporti bilan birgalikda berishimga to'g'ri keladi. Sababi har o'rtacha 1 yil yoki 2 yilda AdSense soliq ma'lumotlari yangilanadi va o'sha paytda yana qayta pasport kiritish kerak bo'ladigan joyi bor. Shu sababdan imkon boricha agar sotmoqchi bo'lsangiz, mana shu narsaga siz tayyor turishingiz kerak va olayotgan odamlar ham mana shu narsaga e'tibor beringlar, pasportini so'ranglar. Keyingi masala, hozir ayrim AdSense akkauntlarida yuz autentifikatsiyasi ishlayapti. Bu degani siz AdSense'ni sotgan taqdiringizda, to'g'ri, bu 100% hamma AdSense'larda bo'lyapti deyolmayman, lekin o'rtacha 1 yil, 2 yilda bu narsa 100% hamma AdSense'larda uje kiritiladi. Bu degani siz begonalar nomiga shunchaki ko'chadan topilgan pasportga AdSense ocha olmaysiz va AdSense ochgan taqdiringizda ham pasportni kiritgandan keyin yuz autentifikatsiyasi orqali uni tasdiqlash kerak bo'ladi. Ya'ni siz AdSense sotmoqchi bo'lsangiz, mana shu narsalarga siz tayyor turishingiz kerak. Ya'ni pasportingizni, to'liq ma'lumotlaringizni unga berishga va yuz autentifikatsiyani ham unga berishga tayyor turishingiz kerak. Va yana bir narsaga tayyor turishingiz kerak. Siz bergan pasport orqali ikkinchi marta, ya'ni ikkinchi AdSense'ni ocha olmaysiz. Ya'ni bir AdSense'ga, bir pasportga bitta AdSense ochilsa bo'ladi. Xo'p, endi bizning mavzuyimizni asosiysi AdSense sotib olish. Hozir YouTube'ga yoki Telegram kanallariga kirsangiz, toza AdSense sotiladi. Toza AdSense sotiladi yoki AdSense sotiladi. Narxi $50, $100 degan nimaga? E'lonlarga albatta ko'zingiz tushgan. Lekin bu qanchalik haqiqat
Buni hech kim bilmaydi. Xo'p, hozirgi zamonda kim kimni aldaydi, kim kimni aldamaydi, bu narsaga hech kim kafolat berolmaydi. Misol tariqasida shaxsan meni AdSense'imni oladigan bo'lsak, men shu AdSense hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Zararlangan AdSense va men mana shuni shunchaki pullashim mumkin. Ichidagi kanalni boshqa nimaga o'tkazib olib, boshqa Gmailga o'tkazib olib, tayyor mana shu tasdiqlangan AdSense'ni men nima qilsam bo'ladi? Sotsam bo'ladi. Mo'maygina o'rtacha $100 ga mana shu tayyor AdSense ketadi. Lekin bu AdSense'im zararlangan va bu AdSense'ga umuman olganda na bir kanal ulab bo'ladi, na boshqa narsa kanal ulab bo'ladi, lekin o'sha kanalga обязательно o'sha kanal yopiladi yokida monetizatsiyasi uzib qo'yiladi. Nimaga deganda, bu AdSense'imga bir nechta kanal ulangan va bitta kanal chopilganligi bois orqasidan bir nechta kanallarni ergashib ketgan. Ha, azizlar, mana shunaqa gap. Xo'p, yashirmayman. Ko'rishimiz mumkin. Men bu AdSense'dan qancha pul ishlab topganman. Mana shu narsani hozir prosmotr transaksiya bo'limidan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana shuni to'liq za все время bosamiz va mana shu AdSense'dan men qancha yechib olganman, biz hozir ko'rishimiz mumkin. Primerna bu o'tgan yil boshlangan. Birinchisi $50, $150, 200, 200, keyin uje chiqqan 1000 ga, keyin yana 800 ga tushgan, keyin yana 1000 ga chiqqan va 1600, 2000, 3000 gacha даже yechib olganman. Bu bizga nimani ko'rsatyapti? Ya'ni cheklarni ko'rsatyapti. Даже 3000 gacha bu AdSense'dan men yechib olganman. Tushunasizlarmi? Xo'p, va mana ko'rishingiz mumkin, oxiriga 3000 yechgan paytimda bu yerda nima bo'lganligini hozir ko'rishimiz mumkin. Dohod YouTube to'liq tushgan. Bu yerda avtomatik bankovka перевод bu yerga ham tushgan minus. Dohod YouTube 600 va oxirgi oyda men o'sha 600 ga tushib qolganmiz biz. $600 ga va bu yog'i 0 ga ketgan. Mana shu orada biz mana shu $600 dan keyin mana oxirgi oy 600 tushgan, o'sha $600 dan keyin o'sha minusga biz kirib ketganmiz. Ya'ni kanallar tak-tugi bilan yopilib ketgan. AdSense'ga pul tushmasdan kanallar tak-tugi bilan yopilib ketgan. Bu AdSense'ga kanal ulasa nima bo'ladi? Kanal ulasa ikki xil muammo yuzaga kelishi mumkin. Birinchisi, mana bunaqa apellyatsiya kelib sizni monetizatsiyani o'chirib qo'yadi. Связан с другим исключением каналом. Ya'ni sizni kanalingiz ikkinchi monetizatsiyadan uzilgan AdSense'ga ulanganligi bois sizni kanalingizning monetizatsiyasini uzdik deb o'chirib yuboradi. Ikkinchi holatda esa mana shu AdSense'ga ulagan kanallar vashi prosmotri 0 ga tushib qoladi. Mana shu sababdan shaxsan men hech kimdan hozirgi paytda hech kimdan kanal olish masalasini keyinga cho'zamiz. AdSense sotib olishni tavsiya bermayman. Chunki hech kimga hozir ishonch yo'q unaqaki, misol toza kanal ekanligiga. Siz undan sotib olasiz, kanalingiz monetizatsiyaga ulagandan keyin sizni aktivingiz 0 ga tushib qolsa, u nima deydi? O'zing kanal seri kontent qilgansa, o'sha 0 ga tushib qolgan. Unga hech kim javob bera olmaydi u narsaga. Nima deydi? Misol men shu kanalni sotsam, agar u ulagan kanal 0 ga tushib qolsa, prosmotr men aytaman, o'zing seri kontent mana shunaqa bo'ladi deb misol bahona qilishim mumkin. Lekin aslida u yerda ham ikkita yo'l. Yoki mana shu AdSense'imdan bo'lish ehtimoli juda katta bo'ladi o'sha holatda. Yoki ikkinchi masala shunchaki birdaniga kelmaydi. Ya'ni aloqador kanal tufayli chiqib ketgan deb birdaniga kelmaydi, lekin birdaniga sizni ya'ni zararlangan AdSense'ga ulasangiz, birdaniga o'rtacha 1 haftada yoki 3-4 kunda sizni prosmotrlaringiz sezilarli darajada pastga tushib ketadi. Bu narsa misol nimadan o'tgan, tajribadan o'tgan. Shu sababdan hech kimdan, biron kishidan men kanal sotib olishlaringizni
kanal debman. AdSense sotib olishlaringizni maslahat bermayman. Mana shunaqa muammo, ya'ni AdSense sotib olishdagi muammo. AdSense sotib olmoqchi bo'lsangiz ham, uni nimasini tekshiring. Ya'ni qachon ulangan, nima qilgan, nima qo'ygan. Imkoni bo'lsa shu kanal bilan sotib oling. Ya'ni o'rtacha agar kanal bilan sotib olsangiz, u narsa ishonchli bo'ladi. Chunki siz kanalni qaraysiz, o'rtacha tarixi 4-5 oydan beri pul ishlab kelmoqda va o'sha AdSense ga ulangan. Buni qayerdan bilsa bo'ladi? Ya'ni o'sha AdSense ga ulangan joyini bu kanalim уже o'chganda bo'lmasa ko'rsatardim. Mana shu monetizatsiya bo'limga o'tsangiz, mana bu tarafda связанный AdSense degan bo'lim bor va o'sha bo'limda настройка аккаунт. O'sha bo'limda mana shu AdSense ga ulangan mana budan AdSense identifikatsionni raqami turadi. Mana shu raqam o'sha bilan bir xil bo'lsa, demak, o'sha kanal mana shu AdSense ga ulangan bo'ladi. Va 3-4 oydan beri tabiiyki yaxshigina daromad olayotgan bo'lsa, misol boshqa agar u narsa lavzga bog'liqda so'raysiz, yo'q deydi, boshqa AdSense boshqa kanal ulanmagan desa, atak uni shu kanalni o'zi bilan olsangiz bo'ladi. Yokida kanalni chiqarib olgandan keyin AdSense siz ishlasangiz bo'ladi. Lekin qolgan holatlarga umuman begona odam bo'lsa, nima bo'lsa u narsaga 100% lik kafolat yo'q. Xo'p, keyingi masalamiz zararlangan AdSense. Ya'ni zararlangan AdSense ni nima qilish kerak? Xo'p, taxminiy men nima qilishimni sizlarga hozir qisqacha ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Xo'p, bu kanalim AdSense zararlangan AdSense ga ulangan va bunga men qaytadan zaявка tashlashim mumkin. Men hozir endi nima qilaman? Bu kanalni umuman tag tugi bilan boshqa Gmail ga o'tkazaman, brend akkaunt qilib va mana bu AdSense ni закрытый akkaunt qilib tag tugi bilan yopib yuboraman va bu Gmail ni ham tag tugi bilan yopib yuborishimga to'g'ri keladi. Xullas, mana shunaqa sxema qilib, bu ham 100% kafolatlangan deya olmayman. Ya'ni meni kanalim uje o'lgan, lekin bu kanalni men qaytarmasam bo'lmaydi. 2000-3000 lik kanal bo'lsa uje uni otib yuborsalaringiz bo'ladi. Lekin men bu kanalni umuman bironta narusheniya bo'lmagan, bironta narsa bo'lmagan, videolar, aktivlari ham juda yaxshi. Bu kanalni misol men qo'ldan chiqara olmayman. Uje pashti yarim yil bo'lyapti. Pashti 1 yil bo'lyapti o'zi bunga video chiqarmaganimga. Sababi 3-4 oy oldin mana shunaqa problema bo'lgandi va bunga hozir qayta yongan, ya'ni zaявка tashlash. Mana shu usulni qilib ko'rib, men hozir buni qaytarib olish umididaman. Lekin bu ham kafolatlanmagan. Buni nima qilaman? AdSense ni yopaman. AdSense yopgandan keyin ham uje для izdatelя аккаунт zakri, xullas AdSense ni yopdim men. Va mana bu Gmail'ni uje tag tugi bilan o'chirib olaman. Mana bu kanalni o'tkazgandan keyin, hozir kanal turibdi o'zimda. Kanalni o'tkazganimdan keyin tag tugi bilan bu Gmailni ham yo'qotib yuboraman va mana bu o'sha o'tkazgan Gmail'imdan qayta ariza tashlashim mumkin bo'ladi keyin. Mana shu nimani o'zi test qilib ko'rmoqchiman. Agar ish o'xshasa, uni ham bafurja video qilib chiqaraman. Xullas, mana shunaqa gap. Zararlangan AdSense ni nima qilish to'g'risida. Agar sizda 2000-3000 lik kanallaringiz bo'lsa, atak undan shunchaki voz kechishingiz kerak bo'ladi. AdSense ga ham tegmang, boshqa narsa ham qilmang. Endi bunga yangi AdSense ochib bo'lmaydi, chunki shu AdSense ni vastanat qilsa bo'ladi, lekin yangi AdSense ochib bo'lmaydi. Va bu yopilgan AdSense ga yana shu pasport, mana shu misol meni pasportim shu AdSense ga ulangan va yana o'sha pasportimga buni o'chirgandan keyin boshqa yerga AdSense ochsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi, u narsani men bilmayman lekin. Chunki u narsani hozir test qilib, sinovdan o'tkazib ko'rganim yo'q. Mana shunaqa gap. Xo'p, keyingi bo'limimiz AdSense ochishdagi muammolar. Bu ham juda keng tarqalayotgan muammolardan biri bo'lib qolyapti. Nimaga deganda, biz Gmail'larni tasdiqlay olmayapmiz. Ya'ni nomer orqali
AdSense ochish uchun bizda O'zbekistonda tasdiqlangan nomer kerak bo'ladi va biz o'sha nomerlarni ko'p holatlarda tasdiqlay olmayapmiz. Nimaga deganda oxirgi nimada mana shunaqa holatlar bo'lyapti-da va AdSense ochishlar juda ko'payib ketyapti. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Rossiyada уже nima blok bo'lgan, AdSense ochish blok bo'lgan va Rossiyadagi blogerlar ham hayfda ishlaydiganlar ham уже boshqa chet ellar, O'zbekiston yoki Tojikiston yoki shunga o'xshash davlatlardan odam yoki vositachilarni topib, уже AdSense'ga nosog'lom AdSense'larni уже ko'paytiryapti. Shu sababdan ham deb o'ylayapman, AdSense Google shunchaki nomer kiritishni juda qiyinlashtirib qo'ygan. Oldin faqat Beeline'ga kod kelardi va telefon qilib qo'ng'iroq orqali kod chaqirtirsa ham bo'lardi. Uzmobile deymizmi, UMS deymizmi, Ucell deymizmi yoki даже Humans'ga ham Google tasdiqlashga kod kelmasa ham, ya'ni сообщение kelmasa ham qo'ng'iroq orqali telefon qilib robotlar kodni aytar edi. Lekin hozirgi kunda faqat Beeline'dan umid qilib qolyapmiz. Ya'ni faqat Beeline'ga bu narsa ishlayapti. Shunda ham hamma Beeline'ga ishlamayapti. Va imkoni boricha siz mana shu telefonga ochdingiz Gmailni, mana shu telefonga sim kartani qo'yib, sinxronizatsiya qilib, shu telefonni o'zidan kod chaqirtirib oling. Olsangiz, o'shanda ko'proq ish beryapti. Va siz keyinchalik bu telefondagi sim kartani boshqa nimaga yoki Gmailni boshqa telefonga o'tkazib ishlatsangiz bo'ladi. Lekin ana shu holatda ko'proq сообщение kelib, Gmaillar tasdiqlanyapti. Ko'pchilik aytayapti, yangi nomer olaymi? Ba'zida yangi nomer olgan taqdirda ham bu ish bermayapti. Aniq yechim yo'q bunda. Sababi boya aytilgan narsam, AdSense ochish juda ko'payib ketyapti. Juda ko'p bo'lyapti va o'chirishlar, zakrit akkaunt qilishlar, bu narsa tabiiyki Google bazasiga zarar deb o'ylayman. Shu sababdan mana shu qonun qoidalarni ham juda qiyinlashtiryapti. Oldin xohlagan pasportga ochsa bo'lardi. Hozir уже yuz identifikatsiyasini уже yo'lga qo'ygan. Mana shunaqa problemalar, mana shunaqa muammolar bo'lib kelmoqda. Lekin tasdiqlangan Gmail bo'lsa bemalol qilsa bo'ladi. Va yana eslatib o'taman, imkon boricha bir sizda aniq yaxshi nisha bo'lsa, ya'ni belli, yana oq nisha bo'lsa, oppoq nisha bo'lsa, ya'ni toza bunday degan bo'lsak, ruslar belli nisha deydi, bizda endi toza yo'nalish deymiz. Agar sizning yo'nalishingiz toza bo'lsa, bir nechta toza yo'nalishni bir AdSense'ga ulasangiz bo'ladi. Lekin shubhali yo'nalish bo'lsa, ertasini ko'rishga ko'zingiz bo'lmasa, bir AdSense'ga imkoni boricha bitta AdSense'ni ulang. Bo'lmasa, toza kanalizam mana bunaqa toza kanalizam mana menikiga o'xshab, связан с другим исключением kanal deb apellyatsiyaga tushib, monetizatsiyasi uzib qolinishi mumkin. Shunga e'tiborli bo'linglar. Yana nimani aytish esimdan chiqib qolgan bo'lsa yoki qayerdadir xato qilgan bo'lsam, albatta kommentariyada to'g'rilanglar, yoki nimadir aytish esimdan chiqqan bo'lsa, albatta kommentariyada yozinglar. Erinmasdan men javob yozaman. Undan o'ylamanglar. Erinmasdan javob yoz. Agar mana bu qilgan sxemam o'xshab qolsa, buni ham ma'lumot tariqasida sizlar bilan baham ko'raman. Ya'ni mana bunaqa yo'nalishdagi kontentni ochishni ham sizlar bilan baham ko'raman. Bu bir necha marta qilib ko'rganlar bilan aloqaga chiqdim. Test ham qilib ko'rdik. Yonda, lekin misol davomiy hammasini o'zi qilib ko'rganimiz yo'q. Shu sababdan bu qiladigan algoritmimga ham algoritm emas. Nima deydi shuna? So'z boyligini qarang. So'z boylik juda zo'rda so'z boylik. Xullas shunaqa. Plan deydi, qiladigan planim, rejam hozir 100% kafolatlanmagan, mana shu naqa nimani ochishni. O'ylaymanki,
barcha ma'lumotlarni berib o'tdim deb o'ylayman. Yana boya aytganimdek, nima esdan chiqib ketgan bo'lsa, bemalol kommentar yozsangiz bo'ladi. Albatta bir qadam oldinda kanaliga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Mana bu qo'ng'iroqchani vse qilib qo'yinglar. Shunda bizni yangi videolarimizdan bahramand bo'lasizlar. Mana bu ham juda xunuk ko'rinyapti. Buni ham yangilashim kerak. Rahmat. Barchaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.